1941-yil natsistlar Gollandiyani bosib olgan edi. Ular odamlarni qo'rqitish uchun bir rejani o'ylab topdi. Smolensk jangida asir tushgan 101 nafar Markaziy Osiyolik askar Amersfoort lageriga olib kelindi. Ularning ko'pchiligi o'zbeklar edi. Maqsad bitta edi. Ularni vahshiy, hayvon sifat qilib ko'rsatish. Ochlik, sovuq, qiynoq. Ularga kunlab ovqat berilmadi. Keyin esa natsistlar kamera olib kelishdi. Ular bir burda non uchun bu askarlar bir-birini bosib tashlaydi, tilkapora qiladi deb o'ylashgandi. Ammo hammasi aksincha bo'ldi. Bir yosh askar yerga tashlangan nonni oldi va uni ehtiyotkorlik bilan peshonasiga tekkizdi. So'ng nonni eng yoshi ulug' askarga uzatdi. 101 kishi davra bo'lib o'tirdi. Non hammaga teng bo'lindi. Har kim o'z ulushini sukut bilan yedi. Keyin duo qilindi. Kamera oldida och odamlar emas, madaniyat